Assalomu alaykum video dars kuzatuvchilari. Bugun siz bilan Pils tadqiqotlari haqida ma'lumot, Pils tadqiqotlarida o'qish savodxonlik mavzulari haqida gaplashib o'tamiz. Pils nima? Ta'lim sohasida yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan har 5 yilda bir marta o'tkaziladigan xalqaro baholash tadqiqoti hisoblanadi. Tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarining erishgan yutuqlarini o'rganishda barcha o'quvchilardan emas, balki ushbu qatlamning vakillari sifatida tanlab olingan o'quvchilardan obyektiv testlarni o'tkazish orqali baholaydi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'quvchilar, hattoki ota-onalardan so'rovnomalar o'tkazilib, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi. Tadqiqot davriy ravishda har 5 yilda bir marta o'tkaziladi va bugungi kunga qadar 2001, 2006, 2011, 2016 va 2021 yillarda o'tkazilgan. Pils o'qish ta'limini takomillashtirish uchun dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Davlatlar Pilsda quyidagi maqsadlardan foydalanadilar: global miqyosda ta'lim tizimi darajasidagi yutuqlarning tendensiyalarini kuzatib borish, yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan ta'lim siyosatining ta'sirini kuzatib borish, ta'limning zaif nuqtalarini belgilash va o'quv islohotini amalga oshirish, Pils ma'lumotlarni tadqiq va tahlil qilish orqali o'qitish va o'qishni takomillashtirish, adolatlilikni kuzatish yoki qo'shimcha sinflarda o'quvchilarni baholash kabi tegishli ishlarni olib borish, o'qishni va o'qitishni o'rganish. Pils loyihasi ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi shaklida yaratilgan. Xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish uchun Chestnut Hill Boston kolleji mas'ul hisoblanadi. Xalqaro tadqiqot uchun topshiriqlarni tayyorlash Gamburgdagi, ya'ni Germaniya ma'lumotlar markazida amalga oshiriladi. Pils xalqaro tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilashda ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tahlillarni taqdim etadi. Hozirgi vaqtda Pils ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi bu jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati deb ta'rif beriladi. Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilgan. O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Ular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar, gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi. Pils xalqaro tadqiqoti o'quvchilarning boshlang'ich maktab darajasidagi o'qib tushunish ko'nikmalarini dunyo miqyosida baholovchi amaliy standart hisoblanadi. Pils 2021 xalqaro tadqiqoti qator murakkabliklarga ega matnlardan iborat bo'lib, baholash mezonlari natijalarini bir xildagi o'zlashtirish shkalasida e'lon qiladi. Pils qamrov doirasi ham maktabdan tashqarida o'quvchilarning matnni o'qib tushunishlaridan ko'zlangan ikki maqsadga qaratilgan, ya'ni badiiy tajriba orttirish va axborotni olish va undan foydalanish maqsadlaridir. Ushbu maqsadlar 4 darajadan iborat tushunish jarayonini o'zida mujassamlashtirgan. Bular diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish, to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va ma'lumotlarni talqin qilish va uyg'unlashtirish, kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash. Matnni tushunish jarayonlari bo'yicha yuqorida ham to'xtalib o'tdik. Bular diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish, to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish, g'oyalar va axborotni talqin qilish hamda uyg'unlashtirishdir. O'qish savodxonligidan ko'zlangan maqsad va tushunish jarayonini Pils va Pils tadqiqot tomonidan baholashning foiz ko'rsatkichlari ushbu jadvalimizda keltirib o'tilgan. O'qishdan ko'zlangan asosiy maqsadlar: badiiy tajriba orttirish maqsadi bu Pils xalqaro baholash tadqiqotda 50% tashkil etsa, Pils esa 0%. Axborotni olish va undan foydalanish maqsadini ko'zlash bunda Pils 50%, Pils esa 100% ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtiradi. Tushunish jarayonlari esa har ikki
tadqiqot doirasida ham bir foiz ko'rsatkichlarda o'z aksini topgan. Tushunish jarayoni bu badiiy va ma'lumot berish maqsadlari jihatdan PILS dasturi 4 turdagi tushunish jarayonini baholaydi. Savollarni tushunishda har bir jarayon uchun belgilangan baholash mezoni yoki foizli ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Tushunish jarayonlari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, o'quvchining tushunish jarayonini o'qishdan ko'zlangan maqsadlariga qaratilgan PILS baholash dasturining foizli ko'rsatkichlarda berilishi quyidagilarni inobatga olib tuzilgan har bir matngo'y savollar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Izlash va topish maqsadiga tushunish jarayonida bu 3 balldan 4 ballgacha baholanadi. To'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish esa 5 balldan 6 ballgacha, talqin qilish va umumlashtirish 5 balldan 6 ballgacha, baholash va tanqidiy baho berish esa 3 balldan 4 ballgacha baholar bilan baholanib boradi. PILS tadqiqotda ishtirok etish davlatlarga nima beradi? Ta'lim sifatini oshirishga imkon beradi. Xalqaro miqyosda mamlakatning nufuzini mustahkamlashga yordam beradi. Ta'lim tizimini xalqaro talablar darajasiga olib chiqish imkoniyatini beradi. Ta'lim olish va investitsion jozibadorlikni oshirishga sharoit yaratib beradi. Xalqaro baholash tadqiqotlariga ishtirok etish, PILS xalqaro baholash tadqiqotida ishtirok etish bo'yicha tavsiyalarimiz quyidagilardan iborat. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash, o'quv metodik qo'llanmasidan sinfdan tashqari o'qish soatlarida foydalanish samarali hisoblanadi. O'quvchilarda ilmiy, tarixiy, geografik, ijtimoiy va boshqa turli shakldagi axborot matnlarini o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. O'quvchilarda badiiy matnlarda tasvirlangan voqealar, harakatlar va oqibatlarni to'liq tushunish qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq va o'quvchilarda oddiy xulosalar bilan birga matndagi g'oyalar va axborotlarni talqin qilish, uyg'unlashtirish, tafsilotlarni umumiy mavzular va g'oyalar bilan bog'lay olish ko'nikmalarini rivojlantirish tavsiyalari ushbu xalqaro baholash tadqiqotida yuksak natijalarga erishishimizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.